Yo, barcha-barchalarga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Jon do'stlar. Bugun men o'zim qurgan mana bu katta stadionni ko'rsataman. Hozir bu chiroyli chiqqan, lekin mana o'g'illar bilan hayvonlar to'lib ketgan. Bu nima qanaqa hayvon bu to'ychon? Hayvonlar to'lib ketgan. Mahali ko'rsataman mana katta stadionni ko'rsatmoqchiman. Chapalaklar ham bormi? Yo'q, o'tdi. Mana do'stlar, o'tayam katta, juda katta. To'g'risini aytaman, men buni o'zim qurmadim. Nimasi ham zo'r, lekin qaranglar. Bir narsalarga qilishni o'rgataman. Qaranglar, bilaman kelasizlar va meni maqsadga yozasizlar, tortasizlar. Keyin bo'ldi, shunaqa narsalar chiqib keladi. Tayyor bu narsalarni o'zi qo'yaveradi. Mana do'stlar, stadion slaydinga qarshisi bir gapir shotir futbol o'ynayapsizlar ekan. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, iltimos. Tezroq 100 ta olaylik. 70 tani. Biz mana bu yerda tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. O'zbek tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Olib o'tirish kerak. Kapalaklar yo'qotsa bo'ladi. Mana ular urib yo'qotib tashlash kerak. Buni yo'qotib tashlashdan battar ko'payib ketadi. Shuncha ko'rsa. Hop, endi bu taraflarga yo'lmayapti. Skelet ham yuribdi. Sen nimaga yuribsan axir? Futbol bo'lsa mabodo. Futbol bo'lsa odamlarni otib tashlamagan. Ular shunaqa bemalol o'ynasa bo'ladi. Xayr do'stlar, kanalimga